import-eksport bilan shug'ullanasiz va sizda skladingizda mahsulotlarning yo'qolishi, kirim-chiqimlardagi xatoliklar yoki distributsiyadagi muammolar kuzatilyaptimi? Bu muammolarni hal qilish uchun esa kompaniyalar tizimlashishi va jarayonlar avtomatlashishi kerak bo'ladi. Shundagina siz kirim-chiqimlarni to'liq nazorat qilish, mahsulotlar qayerda ekanligini aniq bilish va distributsiyadagi kechishlarni oldini olishingiz mumkin. Shuningdek, siz eng katta muammoni hal qila olishingiz mumkin. Ya'ni cash flowni nazorat qila olish imkoniga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum. Meni ismim Furqat Ubaydullayev. Alraqam IT kompaniyasining asoschisi bo'laman. Biz jamoamiz bilan kompaniyalar uchun individual raqamlashtirish va tizimlashtirish yechimlarini ishlab chiqib kelmoqdamiz va yuzlab yirik loyihalarni avtomatlashtirganmiz. Aynan sizni korxonangiz uchun moslashgan ERP tizimini ishlab chiqib beramiz va bunda sklad, HR, xodimlarning face kontroli, distributsiya va boshqa jarayonlarni to'liq avtomatlashtirib beramiz.